Assalomu alaykum hoji aka, bormisiz? Laykni bosib turing, yurakdan bosing, bu yurakdan emas. Bugungi qo'chqorlar sipatchilardan keldi. Qo'y, qaysi qo'chqorni olishni bilmay yuribsiz. Mana shu qo'chqorlarni olasiz. Ko'rsating sayt. Narxlar bomba bo'ladi, xudo xolasa. Barra qo'zin narxida bo'ladi. Hoji aka, laykni bosib, obuna bo'lib qo'ying. Laykni kommentariyaga otangga rahmat deb yozing. Qo'chqorni o'ta zo'rlaridan yetib keldi. Biz videoni boshladik. To'xtamaymiz, videoni boshladik. Obunachilar, xudo xolasa, qo'chqorni o'ta zo'rlaridan yetib keldi. Videoni boshidan bitadan laykni uring, hoji aka. Zo'rlaridan yetib keldi. Kimga yetib keldi desalaring, Abbosbekni meni qo'yib bermasiga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizning obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y, qo'zi qo'chqar ishqibozlari, obunachilar, qo'chqarni qaranglar. Mashalloh, xudo xolasa, qo'chqarni o'ta zo'rlaridan yetib keldi Abbosbekka. Bu qo'chqorni qarang, o'zi toza, qoni toza variantida. Bizlarni ham ko'rsating. O'zi qullaydi, simjun varianti. Quloq voshi butun hamma yo'g'i kelishgan qo'ying. Abbosbek, bormisiz? Saydullo, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum obunachilar. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Bugungi qo'chqorlar lubitirlardan, Zo'rlardan keldimi? sipatchilardan olib keldim. Xudo xolasa narxi arzon bo'ladi. Barra qo'zin narxida bo'ladi. Bu qo'chqorni qaranglar, obunachilar, bir dona sarig'i, ikki dona haligisi bor. Ikkita qashqasi bor, obunachilar. Olib, maza qilib boqaman degan akalarimizga tavsiya beraman. Qo'chqorni qarang. Nihoyatda o'ta bo'lakcha bo'ladigan narsalar. Olasiz, maza qilib boqasiz. Mo qo'chqorni qaranglar, hammasi dumbasi, osilgan dumba unaqa yo'q. Hammasi yorma dumba. Olib boqib, foyda qiladigan qo'ylar keldi. Buni yosh oyliklar necha oylikdan Abbosbek? 10-11 oylikda olishaveradi. 10-11 oylik atrofida, xudo xolasa. Qo'chqorni oyoq qo'li uzun, hamma yo'g'i kelishilgan. Bir so'z bilan aytganda obunachilar olasiz, maza qilib boqasiz, ortiqcha rasvot qilmaysiz. Salondan damas olib chiqsangiz, chihil taqasiz, qo'shimcha alik qilasiz. Bunga unaqa qilmaysiz. Shunday olib boqib, gaz qo'yishadi, damas olib. Gaz qo'yishadi. Bunga shunday olib borishadi, rasvot yo'q. Olib borib yemga shunday tashlaysiz, yemasa meni aytdi deysiz. Qo'ylar o'ta katta bo'lib ketadigan qo'ylar. Quloq voshi butun hamma yo'g'i kelishilgan qo'ylar. Abbosbek hozir qo'zini ham 4 million, 3 million 800 dan olishyapti. Qo'zini uyga olib borishadi, yemlashga tushguncha 1 oy orqaga qaytadi qo'zilar. 1 oy orqaga qaytadi. Undan keyin ham olib boqqaningizdan keyin yana 1 million rasxod qilsa, keyin bunday bo'ladi-da. Agar 1 million bilan bo'lsa-yu, yaxshi bo'ladi. 1 milliondan ham ko'proq ketib qoladi. Saytlar bunga 1 millionlik yem yegizadigan bo'lsa, 7 million, 8 millionlik bo'lib ketadi. Bunga o'zi qo'chqorni qaranglar, hammasi zo'r, xudo xolasa. Faqat uyga borishadi, yemni berishadi, faqat oldinga. Bo'ylarini nechaga beramiz bo'ylarini? Bo'ylarini 75, 80, 85 ga olishaveradi. 80. Buni ko'p maqtamaylikda, narxi bilan maqtanaylik bugun biz. Narxini shunday aytdim. Shunday ko'rishganda Abbosbek oldim uka deb shunday olishsin bo'ldi, xudo xolasa. Saytlar bu narxini 5 milliondan olishadi. Yo, 5 milliondan bo'lmaydi. 5 milliondan qimmat. 5 milliondan qilib beraman. Nech puldan hayrini qilib berasiz? Obuna dangal o'tib qo'ygan, unaqa qilib oldik qochdik gap qilmaysiz-ku siz. 100 mingdan emas, 200 mingdan dangalga. 4 million 800 ming so'mdan. 800 ming so'mdan Toshkentga dastavkasi meni bo'ynimga. Yo, o'ting Abbosbek, o'zingiz chiroyli qilib o'tib bering. Hoji tog'alarimiz gapni eshitib turing. Laykni bosib, obuna bo'lib, kommentariy otangga rahmat deb qo'yishadi. Chiroyli qilib o'tib bering. Hoji aka, otangga rahmat, kommentariyada iliq fikringizni bildirib turing. 4 million 700 dan 700 beraman. 4 million 700 ming so'mdan 44 dan berishadi. 4 million 44 dan hammasini bir joyga oldim deyshadi. Saydulla, 4 million 700 mingdan. Yo, masa dangal bo'ling. 4 million 700 demang. Telefon qilib. Yo, shayda o'tib berasiz, hozir obunachilarimiz. 25 ming so'mdan o'tib beraman. Yo, 25 ming 50 ming so'm bo'lsa so'rashmaydi. Shuni olishadi. Mana shu obunachilar tomonidan bo'ladi, mana 50 ming so'mdan o'tib beraman. O'shanda 46,5 dan bo'lyapti. 46 dan qilaylik. Keling, sizga 50 ming so'm. Bo'lsa ayrini qilib beraman. Ey, sizga 50 ming so'm o'tishga yarashmaydi, Abbosbek. Chiroyli qilib o'tib bering. Hoji tog'alar ko'rib turishib mana. Ro'za Ramazon kunida duo qilib qo'yishadi. Obunachilar mana 4 million 600 ming so'mdan Toshkentgacha yetkazib beradi, xudo xolasa. Arzon bo'ldi, hoji aka, bosib yuring. Bundaqa yigit ishiga bir marta omad keladi. Mana sizga omad keldi. Mashina oling, xudo xolasa. Qo'ydi, ko'ryapsizmi? 5 millionga bersa, mendan qo'y olishmay qo'ysa, mana shu qo'ydi bozorda 5 millionga bersa. Voy. Qo'ydi qarang, uzunligini. Tishini ham ochib o'tib ketaylik, tishini. Mana sayillar tishlar, hali marjon, xudo xolasa. Mana ko'ring, sayillar. Tuya-yu bular, tuya bo'lib ketgan ekan. Lekin ichidan bitta ikkita tanlab olsa 5 milliondan kami yo'q. 5 million so'mdan bitta ikkitaga. Dastavka qayergacha bo'ladi bittaga? Dastavka Samarqandgacha bo'ladi bittaga. Bittaga Samarqandgacha? Samarqandgacha bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ladi. Bitta 5 millionga olsin Samarqandgacha yetkazib beriladi.
Endi bundan keyingi qo'chqorlar ham yanami? Yana qo'chqorlar bor bundan keyingi. Bo'ldi, xudo xolos. Obunachilar shu qo'chqorlarni yana ko'rsatamiz. Xolasa ikkinchi partiyalamizga ozginayi sozgina soni ham 4 dona. Abbosbek ular ham qo'chqormi? Ular ham qo'chqor. Bitta obunachimizni qo'ying. To'talasi bir xil. Mo' qarang, kalla voshi ham o'ta noyobidan. Quloq voshi butun. O'zim go'sht yo'nalishiga, zot yo'nalishiga olaman degan akalamizga tavsiya beramiz, xudo xolosa. Buni yoshlilar necha oylikka beramiz? Soylarni 7-8 oylikka olishaveradi. 7-8 oylik. Mo' qaranglar, uzunligi ham uzun, xudo xolosa. Sog'lom narsalar, sog'lom qidirilgan. Yenga tayyor, narxi arzonni olaman degan hojaga mana. Mana xudo xolosa. Duo qilib, boqollar. Maza qilib. Yosh odam ko'rmaydi, asosan katta hojalar. Katta odamlar ko'rishadi, ha. O'shanga mayda-chuda qilib buni maqtaverish kerak, yo'qda chiroyli qilib qo'ydi ko'rsatib beravering. Bo'ldi mana xudo xolosa. Qo'ylar o'zini o'zi maqtaydi. Qo'ylar o'zini o'zi maqtaydi. Yemga o'zi tayyor, xudo xolosa. Saidlar To'talasi bir xil, bir qo'ra yurgan. Yeb ichishlari hamma yo'q zo'r mana. O'zingiz ko'rib turibsiz. Lakasizlar yaqin bo'lsa, obunachilar kelib ko'rsalaring aniq olasizlar shu qo'ylarni. Abbosbek buni narxini bitta bomba qilib aytingchi. Narxini shunday ko'rinmayapti. Yechyapti, YouTube'larda ham ko'rishyapti turgan 4 millionga ham kichkina barroq o'zi beryapti. 4 million so'mga. Endi qo'zidan endi chiqqan-da u. Endi sutdan chiqqan qo'zilar hali yemga tayyor emas. Xudo xolasa ular yemga tayyor. Olsin, boqsin, maza qilib foyda qiladi. Maza qilib duo qilib qo'yishadi, xudo xolasa. Klient yig'ishga bo'ladi bu video. Klient yig'ishga bo'lyapti o'zi narxlar ham. Saylar bu narxga keladigan bo'lsa, narxini qo'lda beringda. Bismillahirrohmanirrohim. 4 Ayting. 500 ming so'mdan olishadi, bu ham Toshkentgacha dastlab. 4 million 500 ming so'mdan o't beradigan xonasi ham bor. To'g'rimi? Hammasini bir joyga olsa ham kelishaveramiz. Ha, hammasini bir joyga olsa ham bugunga shunaqa bo'lyapti. 4 tani 4 million 500 ming so'mdan qanchadan o't berasiz? Maqsad sotish bo'lsa, dangal ayting, unaqa qilib oldi qoshiga. Barra qo'zi ham 4 million bo'lyapti, 4 million. Mana 4,5 milliondan yaxshi bo'lyapti-da sayt. Yo'q, yomon emas, xudoga shukr, yaxshi. Endi siz obunachilar tanib qoldi. Abbosbek like-ni bosib, otangga rahmat kommentariyada yozib, tirsillatib turing. 4 million 400 ming so'mdan 4 million 400 ming so'mdan Toshkentgacha dastlabkasichida. Dastlabkasichida. Bor. Xudo xolasa, obunachilar mana olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Mana 4 million 400 ming so'mdan hozir bozorga chiqsangiz ham hojaga to'g'risida qo'pol bo'lsa ham aytaman, kichkina qo'zilar beradi. Bu qo'chqor bo'lib qolgani hojaga ong mashladi, xudo xolasa, baraka topasiz. Birimda 2 qilaman degan akalarimizga bemalol tavsiyani beraveramiz. Ular men ko'p maqtayapti. Aka maqtaydigan qo'ydi maqtash kerak. Endi qo'pol bo'lsa ham aytamiz lekin. Lekin qo'chqorlar o'ta go'zal, xudo xolasa. Abbosbek bugunga shularmi endi? Bugunga shular Saydullo. Mana ona podeshgan elemay turing hoji aka. Sipatchalardan olib kelamiz. Sizlarga izlanishda davom etamiz. Alloh obunachilar, xudo xolasa, bugungi syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi syomkalarga ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hoji aka, Hammaning chorvasiga omad. like-ni bosish ekan, like-ni bosib turing.